Hayrat Real Madridni nimani hisobiga yutishi mumkin va bunga o'zbek futbolchisining nima aloqasi bor? Real aniq favorit, lekin ularga muammo tug'dirishi mumkin bo'lgan eng yaqqol va eng kutilmagan sabab bor. Siz like bosib taktikaga obuna bo'ling, biz esa ularni birga ko'rib chiqamiz. Eng yaqqol sabab bu taqvim zichligi va masofa. Real 27-sentyabrda Atletico Madridga qiyin o'yinda 5-2 hisobi bilan mag'lub bo'ldi. 3 kundan keyin esa ular Olmaotaga taxminan 6400 km, kamida 11 soat uchishga majbur. O'yindan oldin dam olib, iqlim va vaqt o'zgarishiga moslashish uchun imkon yo'q. Eng kutilmagan sabab esa noma'lum raqib omili yoki mensimaslik. Bu futbol, bu yerda mo'jizalar eng kutilmagan paytda ro'y berishi mumkin. Madrid Qayrat bilan hech qachon o'ynamagan. Real 2021-yilda Bernabeuda Moldovaning Sherifiga 2-1 hisobida yutqizgani esingizdami? O'sha o'yinda Jasurbek Yaxshiboyev birinchi golni urgan edi. Yoki Gvardiolaning buyuk Barsasi Qozonning Rubiniga o'z uyida 2-1 yutqizganicha. Aytmoqchimanki, Real va Barsaning eng kuchli tarkiblariga qarshi ham imkoniyat har doim bor. Biz qozoq qardoshlarimizga ishonamiz va nima bo'lganida ham qo'llab-quvvatlaymiz. Bu o'yin butun Markaziy Osiyo uchun tarixiy bo'lishi aniq. Siz uni Kinopoisk orqali Zo'r TV kanalida tomosha qiling. Xo'sh, o'yin uchun taxminingiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring.